alaykum. Bugun sizlar bilan Finlandiyada o'zimizning toshkent patrini tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi iliq sut, eritilgan sariyog', 1 osh qoshiq dro'ja, keyin 1 choy qoshiq shakar, 2 choy qoshiq tuz va bitta tuxum. Endi suyuq massamizni aralashtirib olamiz. Keyin kam-kamdan un solib, o'rtacha qattiqlikdagi xamir qorishni boshlaymiz. Menda sita yo'q edi, lekin unim elangan. Endi tayyor xamirimizni tindirishga olib qo'yamiz. Ustini yopib yarim soat yotadi. Xamirimiz chiroyli bo'lib oshdi. Endi buni mayda zvolechalarga bo'lib yana 15 minutga tindirib qo'yamiz. Keyin videoda ko'rsatilgandek forma berib chiqamiz. Endi chekkalarni shunaqa kesib olamiz. Pichog'inglar o'tkirroq bo'lishi kerak. Bo'lmasa tekis chiqmaydi. Keyin bismillah deb qo'lim bilan shunaqa chuqurcha yasab oldim. Kichiklar bo'lmasa prosta vilkada o'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyin ustiga tuxum sarig'i surib, sedana sepamiz. Qizib turgan duxovkada 220 gradusga yarim soatga yuboramiz. Nonlarimiz tayyor. Tayyorlab ko'rganlarga yoqimli ishtaha.